Keyingi misolimiz labirint ichidagi. Labirint ichidagi ketakchalarda joylashgan robot quyidagi berilgan dastur bo'yicha harakatlanadi. Demak, mana bu yerda to'rtta mana buyruq berib qo'ygan robotga. Aytyaptiki, dastur bajarilishi boshlangach, agar berilgan shart rost bo'lsa, robot buyruqda ko'rsatilgan yo'nalishda bitta katak oldinga siljiydi. Agar berilgan shart yolg'on bo'lsa, robot keyingi qatordagi shartni bajarishga o'tadi, ya'ni bajara boshlaydi. Labirintda ko'rsatilgan qalin chiziqlar devorni bildiradi. Harakat yo'nalishida devorga duch kelgan robot unga urilib ketadi va dasturni yakunlay olmagan ishon hisoblanadi. Labirintning nechta katakchasi robot dasturni to'liq devorga urilib ketmasdan bajarib harakatlanish boshlagan katakchaga to'xtab qolish talabiga javob beradi. Demak, bu yerda bizga berilgan labirintda mana o'rtada chizilgan mana bu devorlar, qalin devorlar, bular o'sha labirint robot kelib urilganda to'xtab keyingi shartga o'tadigan devorlar hisoblanadi mana shular. Biz endi kodga e'tibor qaratamiz. Kodimiz nima degan? Kodimizda aytganki, buyruqlarga e'tibor beramiz. Buyruqdagi eng oxirgi to'rtinchi buyruqqa qaraymiz. O'ng tomon bo'sh. Biz o'ng tomon bo'sh bo'lmagan devorlarni, ya'ni kataklarni olamiz. Bu yerda o'ng tomon bo'sh degan, biz o'ng tomon bo'sh bo'lmaganlarni olamiz. Sabab shuki, mana shu o'ng tomoni bo'sh bo'lmagan devorlarga kelib urilganda oxirida robotimiz nima qiladi? To'xtaydi. Mana shu devorlarga kelib urilganda to'xtaydi. Birinchi, mana shu katakdan boshlaymiz mana. Yuqori tomon bo'shmi? Demak, yuqori tomon bo'sh bo'lsa nima qilsin? Yuqoriga yursin. Lekin yuqori tomon bo'sh emas. Keyingi ikkinchi buyruqqa o'tadi. Ikkinchi buyrug'imiz chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh bo'lsa nima bo'lsin? Chapga harakatlansin. Mana chapga harakatlanadi. Keyin yana chap tomon bo'shmi? Yo'q, chap tomon bo'sh emas. Mana devorga kelib urildi. Devorga urilgan zahoti pastga uchinchi buyruqqa o'tadi bu. Uchinchi buyrug'imiz past tomon bo'shmi degan. Past tomon bo'sh, ha, past tomon bo'sh bo'lsa nima bo'lsin? Pastga harakatlansin. Keyingisi yana past tomon bo'shmi? Yo'q, past tomon bo'sh emas. Mana devor to'g'ri keldi, devorga kelib urildi. Keyingi pastga to'rtinchi buyruqqa tushadi. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomon bo'sh emas. Demak, robotimiz shu katakda nima bo'ladi? Qoladi. Bu katakda qoldimi, demak, dastur yakunlanadi. Robot o'zi harakatni boshlagan katakchasiga nimadir? Qaytib bora olmadi. Demak, bu katakchaga qaytib kela olmadi. Kela olmaganligi sababli buni X qilib qo'yamiz. Ikkinchi katagini ko'ramiz. Yuqori tomon bo'shmi? Ha. Yuqori tomon bo'sh bo'lsa yuqoriga yursin. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q. Devorga kelib o'tiradi. Chap tomon bo'shmi? Yo'q. Chap tomon bo'sh emas. Yana devorga uriladi. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Past tomon bo'shmi? Yo'q. Past tomon bo'sh emas. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q. O'ng tomon ham bo'sh emas. Demak, robotimiz shu yerda qoladi. O'zi boshlagan katakda qoladi va biz buni javob sifatida qabul qilsak bo'ladi. Buni bemalol biz javob sifatida qabul qilib, bunga bir qo'ya olamiz. Keyingi katagini ko'ramiz mana. Mana shu katagini. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqoriga harakatlan. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yana yuqoriga harakatlansin. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Devorga kelib uriladi. Chap tomon bo'shmi? Yo'q, chap tomon bo'sh emas. Chap tomon ham devorga kelib uriladi.
Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Past tomon bo'shmi? Yo'q, past tomon bo'sh emas. Pastki to'rtinchi buyruqqa o'tadi. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomon bo'sh. O'ng tomon bo'sh emas va bizni robotimiz mana shu yerda, ya'ni o'zi boshlagan katakda nima qiladi? Qaytib kelib to'xtaydi. Va buni ham biz javob sifatida qabul qila olamiz. Demak, ikkinchi javobimiz shu bo'ladi. Uchinchi, mana buni ko'ramiz mana. Mana bu yerdan harakatlanamiz. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqori tomon bo'sh bo'lsa, yuqoriga harakatlansin. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Devorga urildi. Ikkinchi buyruqqa tushadi. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Yo'q, chap tomon bo'sh emas. Devorga kelib urildi. Pastkiga tushadi. Endi uchinchisida nima pastki tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh bo'lsa nima bo'lsin? Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Ha, pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Yo'q, devorga kelib uriladi. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomon bo'sh. O'ngga harakatlanadi. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomon bo'sh emas. Devorga kelib uriladi va robotimiz yana boshlagan joyiga qaytib keldi va biz bu javobni ham javob sifatida qabul qilamiz. Bu uchinchi javobimiz bo'ladi. Endi keyingi katagini ko'ramiz. Keyingi katagimiz mana bu. Mana shu yerdan boshlaymiz. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqoriga yurilsin. Chap tomon, yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqoriga yurilsin. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Pastga tushsin. Ikkinchi buyruqqa chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlansin endi. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlanadi. Chap tomon bo'shmi? Yo'q, chap tomon bo'sh emas. Pastga uchinchi buyruqqa tushadi. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Yo'q, past tomon bo'sh emas. Devorga kelib uriladi. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomon bo'sh. O'ngga harakatlan. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomon bo'sh emas. Devorga kelib uriladi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, bu robotimiz ham, bu katakchadagi harakatlangan robotimiz ham o'zini boshlagan joyiga yetib kela olmadi. Va bu o'zini boshlagan joyiga yetib kela olmaganligi sababli buni ham biz javob sifatida qabul qila olmaymiz. Demak, bu ham 0 bo'ladi. Keyingi mana bu yerdan boshlaymiz. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Ikkinchiga o'tadi. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Ha, chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Ha, chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Yo'q, chap tomon bo'sh emas. Nima qilsin? Keyingi uchinchi buyruqqa o'tsin. Past tomon bo'shmi? Past tomon bo'sh, ha. Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Yo'q. Past tomon bo'sh emas, nima bo'lsin? Keyingisiga tushsin. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomon bo'sh. O'ngga harakatlansin. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomon bo'sh emas. Demak, robotimiz mana shu katakka kelib qoldi. Demak, bu katakka kelib qolganligi uchun buni ham biz javob sifatida qabul qila olmaymiz, chunki boshlagan joyiga nimadi? Yetib borolmadi robotimiz. Buni ham qabul qila olmaymiz. Bu katagimizni ham qabul qila olmaymiz. Keyingi katagimizni ko'ramiz. Mana bu katakdan boshlaymiz. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Pastga tushadi. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Ha, chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Ha, chapga harakatlansin. Chap tomon bo'shmi? Yo'q. Chap tomon bo'sh emas. Demak, nima qilsin endi? Endi keyingi buyruqqa tushsin. Past tomon bo'shmi? Ha, pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Ha, pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Yo'q. Keyingi pastkiga to'rtinchi buyruqqa tushadi. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomon ham bo'sh emas. Demak, bizni bu yerda harakatlangan robotimiz ushbu katakka kelib qotib qoladi. O'shaning uchun buni ham javob sifatida qabul qila
olmaymiz. Javob sifatida qabul qila olmaymiz va bu katakka nol qo'yamiz. Demak, bu katakdagi robotimiz ham xuddi shunday keladi. Mana bundoq harakatlanib bu yoqqa kelib devorga kelib uriladi. Buni ham biz javob sifatida qabul qila olmaymiz. Bu ham javob sifatida qabul qilina olmaymiz. Keyingi katagimizni ko'ramiz. Hmm, Mana bu katagimizni birinchi yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Mana keyingisi chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlan. Chap tomon bo'shmi? Ha, chap tomon bo'sh. Chapga harakatlan. Chap tomon bo'shmi? Yo'q. Chap tomon bo'sh emas. Uchinchi buyruqqa o'tadi. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Ha, past tomon bo'sh. Pastga harakatlansin. Past tomon bo'shmi? Yo'q, pastki tomon bo'sh emas. Endi to'rtinchi buyruqqa o'tadi. Bu to'rtinchi buyruqimiz o'ng tomon. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomonimiz bo'sh. O'ngga harakatlansin. O'ng tomon bo'shmi? Ha, o'ng tomonimiz bo'sh. O'ngga harakatlansin. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q, o'ng tomonimiz bo'sh emas. Demak, robotimiz mana shu katakka kelib to'xtaydi. Bu o'zi boshlagan katagiga qaytib bora olmaydi. Harakatni boshlagan katakka qaytib bora olmadi va biz buni javob sifatida qabul qila olmaymiz. Bunga nol qo'yamiz. Keyingisi. Keyingisini ham e'tibor bersangiz mana. Yuqori tomon bo'shmi? Ha, yuqori tomon bo'sh. Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q, yuqori tomon bo'sh emas. Keyingisiga o'tadi. Chap tomon bo'shmi? Ha. Chap tomon bo'shmi? Ha. Chap tomon bo'shmi? Yo'q. Devorga kelib uriladi. Va past tomon bo'shmi? Ha. Past tomon bo'shmi? Ha. Past tomon bo'shmi? Ha. Past tomon bo'shmi? Yo'q. Mana devorga kelib uriladi. O'ng tomon bo'shmi? Ha. O'ng tomon bo'shmi? Ha. O'ng tomon bo'shmi? Yo'q. Devorga kelib uriladi va bu robotimiz ham, bu katakdan boshlagan robotimiz ham mana shu yerga kelib to'xtaydi. Demak, bu ham javob sifatida qabul qila olmaymiz biz. Buni ham javob sifatida qabul qila olmaymiz. O'z navbatda bunisini ham javob sifatida qabul qila olmaymiz. Bu ham javob sifatida qabul qilinmaydi. Endi mana buni ko'ramiz. Yuqori tomon bo'shmi? Yuqori tomon bo'sh. Yuqoriga harakatlan. Yuqori tomon bo'shmi? Yuqori tomon bo'shmi? Yuqori tomon bo'shmi? Yo'q. Chap tomon bo'shmi? Chap tomon bo'shmi? Chap tomon bo'shmi? Yo'q. Past tomon bo'shmi? Ha. Past tomon bo'shmi? Pastki tomon bo'shmi? Pastki tomon bo'shmi? Yo'q. O'ng tomon bo'shmi? O'ng tomon bo'shmi? O'ng tomon bo'shmi? Yo'q. Demak, mana bu yerda harakatlangan robotimiz ham o'z joyiga, o'zi harakatni boshlagan joyiga yana qaytib keldi. Demak, bu yerda biz buni ham javob sifatida nimada qabul qila olamiz. Bu to'rtinchi bo'lak. Endi bizda aytyapti, savolda aytyapti, robot dasturi to'liq devorga urilib ketmasdan deyapti, bajarib harakatni savolga ham e'tibor qarating. Shu yerda harakatni boshlagan katakchada to'xtab qolishi talabiga javob beradi deyapti. Demak, nechta katakchada shu to'xtab qolish talabiga javob berganini so'rayapti bizdan. Demak, A javob to'g'ri ekan. 4ta katakda to'xtab qolish talabiga javob beryapti. Mana bu 4ta katakda mana.